Biz Yaponiya hükümetini öz içine algan halkara cemiyetini herkes kayıtı yüz vermesin va'dasini saqlab qolishga, BDT irqiy qirg'inchilik ahdnomasi va BDTning mas'uliyatini qo'llash majburiyatini ado qilishga chaqiramiz. Biz xalqaro jamiyatni Sharq Turkiston masalasiga jiddiy aralashishga va Sharq Turkiston va uning xalqini qo'llashga chaqiramiz. Biz Yaponiya hükümeti ve xalqaro jamiyatni Xitoy tajovuzchilari tarafidan elib berilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni tugatish uchun jiddiy harakat o'tishga chaqiramiz. Biz Yaponiya hükümeti ve xalqaro jamiyatni xalqaro jinoiy ishlar sudidagi Xitoy jinoiy ishlar rahbarlari ustidan qilingan da'voimizni qo'llash orqali va xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoy jinoyatchilariga qarshi parallel arz qilish orqali Sharq Turkiston va uning xalqining adolatga erishishiga yordam qilishga chaqiramiz. Biz Yaponiya hükümeti ve xalqaro jamiyatni vijdoniy va axloqiy qoidalarga amal qilishga va Beijing 2022-yillik Olimpik tanharkat musobaqasini boykot qilishga chaqiramiz. Shundaqla Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan qochgan Uyg'ur qatorliq musofirlarga siyosiy panoh berishga chaqiramiz. Yani Yaponiya hükümeti ve xalqaro jamiyatni Xitoy tajovuzlariga qarshi siyosiy va iqtisodiy jazo yurgizishga chaqiramiz. Shundaqla Sharq Turkistonni besilingan davlat deb e'tirof qilishga va Sharq Turkiston xalqini asirga tushgan millat deb tanishga chaqiramiz. Sharq Turkiston xalqi uzundan buyon xalqarodan yordam talab qilib keladi. Biz Yaponiya hükümeti ve xalqaro jamiyatning kechikishdan burun bizga yordam qilishini o'tinamiz. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat.